Bugun Bekmirza aka bilan O'zuzani boylardek his qilib ko'rish uchun Hiltonga nonushta qilgani keldik. Qara, даже bugun prям boylardek his qilaydi, biznes klassga yonma. Bo'tga istagan odam ertalabki soat 6:30 dan 10:30 gacha bo'lgan vaqtda bemalol kelib nonushta qilib ketsa bo'ladi. Kirib kelishinglar bilan sizlarni shvedskiy stol kutib oladi. Ha, aytgancha bu yerga kirish qanchaga tushganini video so'ngida aytib o'taman. Hozir bo'lsa biz nimalar olganimizni ko'ringlar. Bu vegetarian, bu doimo shunqa narsalarga yopishadi. Menga o'xshab go'sht olmaydi. Bularsiz meni kunim o'tarmidi? Banan qoqi. Vodiyda buni tuya tishlaydi. Aralashtirib yemoqchisan-da, ya? Да, такой bo'ladi, qarang. Lekin точно отравление bo'lasan, ishonmas ketishdi. Men nima qilishim kerak bo'ladi shu? Polni tortaman. Sekin. Quyishni bilar ekanman. Mana boylar nima yeyishini bilmadik, lekin boylardek yeyishga harakat qilyapmiz. Levi ish qotganda tuyulyapti bizga. Xuddi ana yeganani to'yga kirib shuni ovqatlantirib ketayotgandek his qilyapman o'zimni.